Onajon aka, burnim bir tomoni ochilsa, bir tomoni yopilib qoladi. Shu nimada? Bu faqat sizda emas, juda ko'pchilikda muammo. Bu fiziologik holatdan bo'lishi mumkin, ya'ni vazomotor holatdan bo'lishi mumkin. Vazomotor holati qanday? Vazomotor holati burun juda ham himoya reaksiyasi kuchli. Issiq havoda ham, sovuq havoda ham, chang havoda ham o'zini organizmni himoya qilishga urinadi. Mana sovuq havoda havo sovuq bo'lgani uchun burundan kirgan havoni ilitish uchun burun ishadi, shilliqlatishadi-da, shuni hisobiga burun havo kirishi ozgina qiyinlashishi mumkin. Keyin ba'zida bu yoqqa yonboshlasa, bu yoqqa qon oqimi hisobiga burun bitadi, bu yoqqa yonboshlasa, bu yog'iga qon oqimi hisobiga burun bitadi. Keyingi sabablar bo'lishi mumkin burun to'siq qiyshiqligi, lekin burun to'siq qiyshiqligi asosan bir taraf ko'proq bitadi, lekin bu ham bemorlar shikoyat qiladi, unisi bunisi aralashib turadi degan shikoyat qiladi. Gipertrofik rinitda ham shunaqa shikoyat bo'lishi mumkin. Allergik rinitda ham shunaqa bo'lishi mumkin, boshlang'ich holatlarida bo'lishi mumkin. Bu holatda tez-tez kuzatilaversa, buni himoya funksiyasi deb yurmasdan albatta shifokorga ko'rinish kerak, sabablarini aniqlashimiz kerak. Agar xudo xolasa funksional holat bo'lsa, bu qo'rqinchlik emas. Lekin patologiya, kasallik bo'lsa, buni albatta davolash kerak, yechimini topish kerak. Keyin xudo xolasa bu holatdan qutulsa bo'ladi.